qurilish bilan shug'ullanadigan akalarimiz diqqatiga. Bilaman, katta binolarni sovutishda chillerlardan foydalanasizlar. Bu albatta effektivniy uskunalardan bittasi hisoblanadi. Bu chillerlar fan ko'yllar yordamida ishlaydi, bilasizlar bu narsani. Ya'ni kanal turidagi fan ko'yllar, pol ustida turadigan fan ko'yllar va kasseta turidagi fan ko'yllar bor. Eng ko'p sotiladigan fan ko'yllardan bittasi bu kasseta turidagi fan ko'yllar hisoblanadi. Kasseta turidagi fan ko'yllarni juda ham ko'plab qurilish bilan shug'ullanadigan akalarimiz ofislarga o'rnatishadi. Kassetali fan ko'yllarning afzal tomoni shundan iboratki, ofislarni shift qismida juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lib turadi. Samarali fan ko'yllardan bittasi hisoblanadi. Endi bizda yangilik o'rtoqli Avalon brendi ostida doirasimon fan ko'yllar ishlab chiqarish yo'lga qo'ydi. Dizayniga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu doirasimon fan ko'ylimizning afzal tomonlaridan bittasi shuki, 50 desibel shovqin darajasi bilan ishlab beradi. Bundan tashqari ofisinglarni shiftida juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lib turadi va ofisda har bir burchagiga havoni yetkazib beradi. Havoni puflash darajasi soatiga 1100 kub metr tashkil qiladi. Akalar, Akfa savdo markaziga tashrif buyursanglar, isitish va sovutish tizimiga bog'liq bo'lgan mahsulotlarni, lift va eskalatorlarga buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Akfa savdo markazining mutaxassislari sizga barcha loyihalaringizga hisob-kitoblarni amalga oshirib berishadi. Akfa savdo markazida sizlarni kutamiz.